Bu Kamerunidagi maktab, bu juda ham yaroqsiz va xavfli. Hatto suv ham, hatto elektr ham yo'q. Bu yerda o'quvchi 3000 ta bola uchun atigi bir dona hojatxona bor xolos. Undan ham yomoni bu maktab buni eplay olmayapti. Qizlarga yangi imkoniyatlar ochib berish kerak va uydagi ishlardan uzoqroq bo'lish kerak va boshqa qiyinchiliklardan. Maktab ham to'lgan va bu maktab cho'lda joylashgan. Bu videoda biz maktabni sozlaymiz. Bunday bo'lsa bunday qilamiz. Bunday bo'lsa bunday. Bunday bo'lsa bunday. Biz bir necha oy oldin Dan va Darrenni u yerga qanday yordam berish kerak ekanligini bilish maqsadida yuborgan edik. Ular u yerda Fransis bilan uchrashdi. U butun umri davomida kurashib kelgan Kamerunidagi aql bovar qilmas azoblarga. U KGVTI tashkilotining a'zosi. U bizga oldin 100 ta quduq qurilishida, quyosh batareyalarini o'rnatishda va maktabdagi ta'limni yaxshilashda bizga yordam bergan. Biz birinchi maktabga kelganimizda ular juda ham ayanchli ahvolda edi. Ulardan bir nechta zo'ravonlikka uchragan. Ularda ovoz berish huquqi yo'q. Ular o'zi uchun javob bera olmasdilar. Ular o'ziga ishona olmasdi. Bunaqa sharoitda ular porloq kelajagini ko'ra olmasdi. Ba'zi bir bolalar daraxt qoldig'idan yasalgan xonalarda o'tirishardi. Men bu xonalarda ozroq o'tirganimda meni yuzimdan ter oqishni boshladi. Men bilmayman qanday qilib bu xonalarda o'tirish mumkin va o'qish mumkin. Birinchidan, hamma yer chang, iflos. Bizda shift plitkalar yo'q. Xonalar ayanchli ahvolda. Bunga asosiy sabab maktab chegarada joylashgan. Kameruniy ikkiga bo'lingan, fransuzlar va inglizlar. Bu ikkalasini o'rtasida hozir janjal ketyapti. Maktab esa bu muammolarni hal qilib berishi mumkin. Ko'p inglizlar bu yerga ko'chib o'tishdi va joylashdi. Maktab ular uchun bilim olishlari mumkin bo'lgan xavfsiz joyga aylandi. Ammo infratuzilma yomonligi tufayli qishda bu yerda yomg'ir yog'adi, tomdan chakka o'tib ketadi, elektr yo'q va maktab hammani ichiga sig'dira olmaydi. Biz buni ko'rganimizda nimalar qilishimiz kerakligini tushundik va darhol boshladik. Jamoa maktabni butunlay o'zgartirishlari kerak va darslar qayta boshlanganda bolalarni hayron qoldirish uchun harakat qilishlari kerak. Bolalar ta'tildan qaytishlaridan oldin Darren ularning yangi sinf xonalariga tashrif buyurdi. Darvin bilan ventilyatsiya, yorug'lik, elektr ta'minoti mavjud bo'lgan yangi xonalarni ko'rib chiqdik. Yangi sinf xona va yangi hojatxonalarni ko'rgan bolalarning xursandchiligini ko'rishga men sabrim yetmayapti. Bu maktab kelajakda minglab odamlarning hayotini o'zgartiradi. Va mana bugun bolalarni hayron qoldirish vaqti keldi. Maktab yonida butun olomon yig'ildi. Bu juda ham hayajonli. Maktab har doimgidek gavjum. Ular yangi darsxonalarini ko'rishni intiqlik bilan kutishyapti. Men endigina mashinadan tushdim. Butun olomon meni kutib oldi. Men biroz aqldan ozdim. Keyin direktor Darrenni yangi sinf xonalariga olib kirdi. U yerda yangi maktab ochilishini nishonlash uchun lentalar kesib tashlandi. Qachon atrof go'zal bo'lsa, o'rganish osonroq bo'ladi. Baxt hissi ularning psixologik jihatdan yaxshi o'qishga undaydi. Men bu bolalar bilan muloqot qilaman. Ularni bilim olishga, ularning shunday imkoniyat yaratishga ishtiyoqi borligini angladim. Bu ehtimol bu jamiyatda qoldiradigan eng yaxshi narsadir. Men buni maktab bolalarga qanday ta'sir qilishini tasavvur ham qila olmayman. Rahmat. Katta rahmat sizlarga. Darrenni kutayotgan mahalliy aholini hayratini ko'rsatishdan oldin sizga bu videoni homiysi bo'lgan kompaniya haqida aytib beraman. Ular o'zlarini eng arzon va ekologik toza velosipedlari bilan bizni qo'llab-quvvatlashdi. Ular dunyoni yaxshilash istagini qayta namoyish etishdi. Biz bolalar uyini qayta qurishga muvaffaq bo'ldik. Janubiy Afrikadagi bolalarga poyabzal sovg'a qildik. Butun dunyo bo'ylab minglab juft kiyimlar jo'natdik. Bundan tashqari ular bizga kuch-qudratda yordam berishdi. Zambiyadagi bolalar uyi uchun va butun dunyo bo'ylab yuzlab elektr velosipedlarini tarqatishdi. Va bir yilda 8-marta ular Kamerunidagi bu maktabni qurilishida qo'llab-quvvatlashdi. Shular uchun elektrik va biznes kompaniya doim meni qo'llaganlari uchun chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Videoga qaytamiz. Ular Darrenga zo'r surpriz tayyorlashgan. Ular uni bu kulbaga olib kirib, o'zlarining mahalliy kiyimlarini kiygizishdi. Buning uchun rahmat. Nima uchun Kamerunning oqsoqollari aynan shu uchun tashrif buyurishdi?
Nima? Birodar. Yaxshi. Ol buni. Держи! Да. Menga hozirgina qishloq boshlig'i unvoni berildi. Shunday qilib va nihoyat sovg'a unga yoqdi. Kameruni va bolalar bilan xayrlashish vaqti keldi. Biz qaytib kelib tekshiramiz degan umiddaman. Ushbu videoni tomosha qilish orqali siz bizga reklamadan daromad qilishimizga yordam berasiz va butun dunyoga xayriya qilamiz. Bundan tashqari siz albatta videoga like bosing. Shunda YouTube algoritmi boshqa do'stlaringizga ham bu videoni tavsiya qiladi. Bu yerda Kamerunini qo'llab-quvvatlash uchun pastdagi silkani bosib albatta donat qiling deyapti. Biz qila olmaymiz, shu uchun obuna bo'ling. Bu bolalar uchun yaxshi kelajak qurish uchun yordam bering. Obuna bo'lish va like bosish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Videoni shu joygacha ko'rganlar, hammangizga katta rahmat bolalar. Men sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Bizni obunachilar bu videolarimizni 95% odam salkam obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Shu uchun biz lazerli xona videosini chiqargan edik. Endi lazerli xonani ikkinchi qismi 60 mingta podpischik bo'lganimizdan keyin chiqadi. Podpischiklarimiz soni hozir 55 mingtaga yetib qoldi. Sizlar uchun hech narsa emas. 30 ming 40 ming prosmotr bo'lyapti bittadan. Podpiska bosib qo'yish hech narsa emas. Hech kim pul so'ramaydi. Muhimi shu. Like bosishdan chiqmasin. Hammaga katta rahmat. Ad dushi.